Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Topuz kanalining ashaddiy obunachilari, chorva, qo'y, YouTube ishqibozlari. Mana bugun biz syomkalarimizda Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz akalar. Bittadan videoni boshidan layklarni bosib turasizlar. Video syomkalarimizni xohlasa chiroyli qilib beramiz akalar. Akalar, hafta kunimizga chorshanba 2026-yil 4-fevral hurmatli obunachilar. Xohlasa qo'ylarni yaxshilanib kelgan sohpakamni qo'ralariga etib kelganmiz. Xohlasa akalar. Sohpaka tushimsiz? Qanday keling? Qo'ylar yaxshilari keldimi aka? Xudo xolasa. Mana akalar qo'ylarimiz xudo xolasa sog'lom, hamma yo'g'i zo'r. Sohpakam anchadan bir chiqmayotganlar, mana bir app kelib qo'yibdilar. Xudo xolasa yaxshi variantlar. Tiyashanni ham ko'rganday bo'ldim. Sohpaka bitta. Bitta tiyashan degandan ham bor. Hurmatli obunachilar, bitta tiyashanimiz bor ekan. Mana shunisi tiyashan ekan. Xudo xolasa yaxshi, hammasi zo'r. Sohpaka buni yoshlari qanaqa? Qo'zidan eng kattasi 6 tish, 4 tish, 2 tish hammasidan bor. Hammasidan bor. Qo'zisi ham bor hurmatli obunachilar. 2 tish, 4 tish, 6 tish hurmatli obunachilar. Bo'g'ozliqlari qanaqa sohpaka? 3 ta naq bo'g'ozi bor. 3 ta naq bo'g'oz. Ikkitasi 50. Xo'p, hurmatli obunachilar, 3 ta naq bo'g'oz bor ekan ichida. Ikkitasi 50 deyaptilar bo'g'ozlig'i. Bitta nima qo'chqari bormi? 6 ta hammayda? Ha, qo'chqar. Mana shunisi qo'chqar hurmatli obunachilar, mana shunisi bittasi qo'chqar ekan. Xudo xolasa qo'ylarimiz yaxshi. Pullari ham xudo xolasa arzon bo'ladi, sohpaka. Optim olaman deganga chiroyli qilib, yengil qilib narx aytamiz. Optim olaman deganlarga akalar chiroyli qilib narx aytiladi, xudo xolasa. Qo'ylar akalar xudo xolasa yeb ichib turibdi, sog'lomliklari yaxshi. Xo'p, hurmatli obunachilar, xudo xolasa bo'g'oz dedik. 3 tasi naq bo'g'oz ekan, ikkitasi gumoni bor bo'g'oz. Hurmatli obunachilar, qo'chqarni yurgan ekan. Ichida bir dona qo'chqari bor. Bitta tiyashani bor, sog'liq. Hammasi bir tortorg'a sohpaga. Bo'ylab astlar nechiga beramiz? Hammasi bir tortor bo'lsa yengil qilib beramiz. Tilla olamansa narxi bo'lakcha bo'ladi. Aha, narx tanlab olamansa narx bo'lakcha bo'ladi. Ha. Xo'p. Nechi pulga beramiz? Endi nimasini? Yo'q, narxini aytmay turing. Bo'ybastini ayting. Nechiga beramiz bo'ybastini? 80 ga beraveramizmi? Ha, beraveramiz. Bo'ybastlarni hurmatli obunachilar 80 ga olaverasizlar, xudo xolasa qo'ylarimizda akalar. Bo'ybastlari 80 plus minusda chiqadi. Xudo xolasa ichida bitta qo'chqori bor, qolgan hammasi urg'och hurmatli obunachilar. Sariq variantlaridan bitta tiyashani bor dedik ichida mana. Bitta tiyashani bor. Mana shunisi tiyashan ekan hurmatli obunachilar. 80 plus u. Mana 80 plus minusda hammasi shunda. Mana basharalarni hurmatli obunachilar. Ko'rvoqlar. Ko'p yash. Qo'zidan 6 tishgacha dedingiz a? Ha, bitta shu 6 tish bor, qolgani 2 tish. Qolgani 2 tish. 4 tish. 4 tish. Bitta oqi ham bor ekan, mana sariq yuzligi xudo xolasa. Obunachilar. Sohpaga pullarni ham xudo xolasa yengil qilib aytasiz, anchadan chiqqaningiz yo'q. Ha, buni xudo xolasa yengil qilib aytamiz. Mana akalar. Xudo xolasa qo'ylarimiz sog'lom, hammasi zo'r. Ayting sohpaga. Ha, narxini ayting, narxini. Hammasini bitta olaman degan odam beraversin, 56 dan bersin. 56 dan? Ha. Hammasi bir yerga. Bir yerga olaman degan odam. 56 dan hurmatli obunachilar. Mana ishlari. Ishlarni ko'rsatib qo'ying. Yo'lida qilayting. Sohpaka. Ozma sayri bo'ladimi buni? Hayrama. Hayri bo'ladi, xudo xolasa. Chiroyli qilib narx ayting-da obunachilarga. Hayri bor. Nech pul? Qanday hayri bor? Optim hammani olaman degan odam bormi? Ha. Videoni o'zidan xayrini o'tingchi. 53 dan bersa hammasini beraman, bir joyga olaman degan odam bor. 53 dan? Ha. Xo'p, 53 dan hurmatli obunachilar, nima deysizlar? Sohpaka ozmas uchun yana Bunda yengil qilib berdim, yana chiqaraymi? azina tushun aka. Hammasini bir tortorga gaplashyapmiz-da. Endi to'g'ri ichida hammasini shunday bitta olib baqaman degan odam bor. Taslaydi bosh tursa
olsun bana. 53'ten ördüm mü? Ha, 52'den olsun bana. 52'den. 52'den. Biteden like var. Tırs otanga rahmetli adam var. Hemasını bir taraftan olamansa 52'den olur. 52'den ketaveradi ha shunda, hurmatli obunachilar mana. Xudo xolasa 52'dan barakalari bo'ldi. Dangal telefon qilgan odamga azmas yana tushib berasiz, hammasini oldim degan. Hemasini bir yerga olib. Hammasini. Plus minusini nima deymiz? Birisi bor, minusi yo'q, birisi bo'ladi, birisi tanlab olaman. Tanlab olaman deganga. Plusi bor akalar, xudo xolasa. Soni 6 dona. Teskaligini aloqaga chiqaradigan variantlari, xudo xolasa akalar. Bitta qo'chqor, 5 ta sog'liq. Bitta qo'chqori bor, 5 ta sog'liq. Mana mana shu oldindagisi qo'chqor, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa chiroyli qilib o'zlaring olib parvarish qilib baxsalaring, xudo xolasa tug'ib berib qolsa baxtlaring, hurmatli obunachilar. Bemalol tezkorlik bilan aloqaga chiqaradigan yerlar. 3 ta naqd, hurmatli obunachilar, bo'g'ozligi. Mana ko'ryapsiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar tezkorlik bilan. Bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib turish esdan chiqmasin akalar. Mana bu yashanimiz ham xudo xolasa zo'r. Mana ko'ryapsizlar, haqiqiy Qirg'iziston. Yashandi o'zini so'ragan odamga narxi boshqacha bo'ladi. Yashandi o'zini so'ragan odamga narx boshqacha bo'ladi, ha? U ham bo'g'oz. U ham bo'g'oz. Naqd a buniki? Na, 3 ta naqi bor. 3 ta naqd bo'g'ozlari bor akalar. Bemalol tezkorlik bilan aloqaga chiqaveringlar. Xudo xolasa pullaridan ozmas o'tib berarlar, hammasini bir yerga oldim degan akalarimizga. Narxi arzonlaydi akalar. Videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Like, comment, obuna esdan chiqmasin akalar. Ko'p ko'ryapsizlar, obuna bo'lmayapsizlar. Obuna bo'lib kuzatinglar, xudo xolasa bundan da zo'rlari chiqishda davom etadi hali kanalimizda akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.